Forrest Gump, Winston Groom. 20-qism. Shundan so'ng yana bir nechta jang o'tkazdim va albatta ikkalasida ham g'alaba qozondim. Shunday qilib, Mike meni va Denni ofisiga chaqirdi va shunday dedi: "Bolalar, bu hafta professor bilan uchrashishingiz kerak bo'ladi." "Bu yana kim?" so'radi Den. "U Kaliforniyadan", dedi Mike. "Bu yerda juda zo'r hisoblanadi. U G'arb chempionligi unvonini o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan." "Men tayyorman", dedim. "Lekin gap shundaki, yigitlar", dedi Mike. "Bu safar Forrest, siz taslim bo'lishingiz kerak." "Taslim bo'lamizmi?" men qayta so'radim. "Taslim bo'ling", deb javob berdi Mike. "Ko'ryapmiz. Siz uzoq vaqtdan beri faqat g'alaba qozonasiz. Mashhurlikni saqlab qolish uchun nimanidir yo'qotish vaqti kelgani haqiqatga to'g'ri emasmi? Nima sababdan? Juda oddiy. Xalq baxtsizlarni yaxshi ko'radi. Mag'lubiyatdan so'ng g'alaba qozonsangiz yanada yaxshiroq ko'rinasiz. Menga bu yoqmayapti, dedim. "Qancha to'laysiz?" so'radi Den. "2 ta. "Menga yoqmayapti", dedim qayta. 2000, bu juda katta pul", dedi Den. "Hali ham bu menga yoqmayapti", dedim. Lekin rozi bo'lishim kerak edi. Jimmy oxirgi paytlari g'alati harakat qilayotgandi. Ammo men hamma narsa asab bilan bog'liq deya qaror qildim. Keyin u uyga keldi va dedi: "Forrest, hiqildog'imga keldi. Iltimos, u yerga borma va jang qilma." "Lekin men borishim kerak", dedim. "Bundan tashqari taslim bo'lishim kerak. Yutqazib berasanmi?" so'radi u. Men unga Mike aytgan gapni tushuntirdim va u javob berdi: "Qanday jirkanch, Forrest. Bu juda dahshatli. Bu mening dunyoyim", javob berdim men unga. "Bu hozirgi vaqtdagi eng to'g'ri qaror." 1-2 kundan keyin Den menga qo'ng'iroq qildi. "Forrest, men barcha muammolarimizga yechim topdim deb o'ylayman." "U nimani topganini?" so'radim. "Menimcha", dedi Den, "biz qarmoqqa ilinmay turib buni yakunlaymiz." "Ya'ni?" so'radim. "Men shaharda bir yigit bilan gaplashdim. Bukmeyker. Sen haqingda professorga bo'shnade degan mish-mish yuribdi", dedi. "Xo'sh, agar g'alaba qozonsangiz nima bo'ladi bilasizmi? Ammo qanday? Uning yuzini bejaysiz. Keyin Mike bilan muammolar bo'ladi", dedim. "Eshiting, gap shu. Aytaylik, 10 mingimizni g'alabaga tiksak, birdan 2 baravar ko'payadimi? Siz uning yuzini bejaysiz. Biz 20 ming olamiz. Ammo menda muammolar bo'ladi", dedim. "Biz 20 ming olamiz va shahardan ketamiz", dedi Den. 20 ta bilan nima qilishimiz mumkinligini tasavvur qila olasizmi? Biz nafaqat krevetkalar biznesini sotib olamiz, balki ortib ham qoladi. Menimcha bu jangni tanlash vaqti keldi." "Xo'sh, Den mening ikkinchim va u Jenny kabi o'ylaydi. 20 ta albatta yomon emas." "Xo'p, nima deb o'ylaysiz?" so'radi Den. "Yaxshi, deyman. Bo'ladi. Professor bilan jang qiladigan kun keldi. Mike mashinada bizning uyimizga keldi va ular bizni chorlab signal berdi. Men Jenny tayyormi deb so'radim. "Men bormayman", dedi u. "Televizorda ko'raman." "Ammo sen borishing kerak", dedim va Dendan nima uchunligini tushuntirishini so'radim. Den unga bizning rejamiz haqida aytib berdi. Men professor bilan jang qilgach, keyin kimdir bizni Indianapolisga olib ketishi kerak. Biz haydashga qodir emasmiz, dedi u. Va imkon qadar tezroq uyga qaytib, bukmeykerdan 20 ming pulni olgach, shahardan chiqib ketishimiz kerak. "Yo'q, men ishingizga aralashishni xohlamayman", dedi Jenny. "Lekin 20 ming", dedim men. "Bundan tashqari, bu Mike uchun adolatdan emas", dedi u. "Xo'sh, insofsizlikka kelsak, u ham anoyi emas", dedi Den. "U kimga taslim bo'lishni, kimni mag'lub etishni oldindan rejalashtiradi." "Men bormayman", dedi Jenny va Mike yana signal chaldi. Keyin Den: "Mayli, ketdik. Hammasi tugagach, u yoki bu tarzda sizni olib ketamiz", dedi. "Sizlar uyalishingiz kerak", dedi Jenny.
20 ming haqida gapiradigan bo'lsak, o'zini diyonatli qilib ko'rsatishdan naf yo'q, dedi Den. Xullas biz jo'nab ketdik. Fort Ueynga ketayotganda men jim edim, chunki keksa Maykka nima qilishimiz haqida o'ylab, biroz asabiylashdim. Shunga qaramay, u menga yaxshi munosabatda edi. Garchi boshqa tomondan Den tushuntirganidek, Mayk mendan juda ko'p pul ishlagan, shuning uchun har kimning o'z o'yini bo'ladi. Biz kelganimizda birinchi o'yin allaqachon boshlangandi. Keyin ayollar o'rtasida jamoaviy o'yin bo'lishi kerak edi. Biz kiyinish xonasiga bordik. Men taglik va qalpoqchani kiydim. Den kimdandir mashina jo'natish uchun taksi kompaniyasiga qo'ng'iroq qilishni va biz qochishimiz uchun mashinani kiraverishda dvigateli ishlayotgan holda qo'yishni so'radi. Eshigim taqilladi. Chiqish vaqti keldi. Professor va men kunning qahramonlari edik. Ringga ko'tarilganimda professor allaqachon shu yerda edi. Ma'lum bo'ldiki, u kichkina, ozg'in, soqolli, ko'zoynak taqqan, egnida qora xalat, to'rt burchak qalpoqli yigit ekan. Darhaqiqat, u professorga o'xshardi. Men unga krevetkalar qayerda qishlashini ko'rsatishga qaror qildim. Xullas, men ringga chiqdim va sharhlovchi e'lon qildi. Xonimlar va janoblar, tomoshabinlar qichqirishdi va u davom etdi. Biz sizga asosiy juftlikni, Shimoliy Amerika professional kurash assotsiatsiyasi chempioni unvoniga asosiy da'vogarlar, professorning ahmoqqa qarshi jangini taqdim etishdan mamnunmiz. Tomoshabinlar yana qiyqirib yuborishdi. Ularning xursand yoki g'azablanganini bilib olish mushkul edi. Bu muhim ham emas. Bong urishdi va o'yin boshlandi. Professor xalatini, ko'zoynagini va shlyapasini yechdi. Men go'yo noto'g'ri ish qilgandek qo'l silkitib, atrofimda aylana boshladi. Men uni tutmoqchi bo'ldim, lekin u sakrab chiqib, menga qo'lini niqtadi. Bu bir necha daqiqa davom etdi. Keyin u xato qildi. Orqamdan yugurib kelib, tepmoqchi bo'ldi. Keyin men uni ushlab arqonlarga tashladim. U to'pdek arqondan sakrab tushdi va to'g'ri menga qarab yugurdi. Men uni ushlab oldim. Uni endi yerga urmoqchi edim, u to'satdan qo'limdan chiqib ketdi. Men orqaga qarashga ulgurmay, o'z burchagida paydo bo'ldi. Avvaliga u meni qamchilashga tayyorlanayotgandek kaftini urdi, lekin buning o'rniga men allaqachon uni ushlab olishga muvaffaq bo'lganimda ko'zimga chizg'i chiqib oldi. Xo'sh, qanday tuyg'u bu? Men sizga aytsam, yorug'likni ko'ra olmaydigan og'riq tufayli orqaga chekindim, gandiraklab yiqildim. Keyin u egilib, tagliklarimga nimadir tiqib qo'ydi. Men bu nima ekanini angladim. Chumolilar. Xudo biladi, ularni qayerda saqladi. Lekin ular meni shunchalik qattiq chaqa boshladiki, og'riqdan yig'lab yubordim. Den mendan jang qilishni so'rab qichqirar, lekin tagligingizda chumolilar bor ekan, nimadir qiling derdi. Keyin qo'ng'iroq chalishdi. Birinchi raundning oxiri va men burchakka qaytdim. Den bilan chumolilarni tuta boshladik. Bu iflos hiyla, dedim. Yaxshi, u bilan tezroq tugating, dedi Den. Bizga kutilmagan hodisalar kerak emas. Ikkinchi raundda professor burchakdan chiqib, mendan yuz o'gira boshladi. U yaqin kelishi bilan ushlab oldim-u, boshimdan yuqoriga ko'tarib, parvona kabi aylantira boshladim. Uning allaqachon boshi aylanganiga ishonch hosil qilish uchun buni 50 marta takrorladim va keyin uni iloji boricha uzoqroqqa, tomoshabinlar tomonga tashladim. U 5-qatorning qayergadir, aniqrog'i nimadir to'qiyotgan keksa ayolning bag'riga tushdi va kampir uni soyabon bilan ura boshladi. Muammo shundaki, bosh aylanish menga ham ta'sir qildi. Atrofimda hamma narsa aylanayotgan edi, lekin men kutdim. Bu tez orada o'tib ketadi va professor bilan bari tugaydi. Shu yerda men xato qildim. Bosh aylanishidan deyarli tuzalib qolgandim.
to'pig'imdan kimdir ushlab olganini sezdim va pastga qaradim. Bu professor edi. U zaldan sudralib keldi va o'sha kampirdan qarzga olgan jun ip bilan oyoqlarimni bog'ladi. Men o'zimni bo'shatishga urindim. U atrofimda aylandi va qandaydir mumyo kabi meni bo'yniga o'radi. Tez orada u meni butunlay o'rab tashladi va men qo'l-oyog'imni qimirlata olmasdim. Keyin professor jun qoldiqlaridan belimga kichkina bog'ich bog'ladi. Oldimda turib, xuddi sehrgarga o'xshab ta'zim qildi. Keyin birdan o'zining burchagiga sakrab bordi-da, u yerdan qalin kitob chiqardi. Lug'atga o'xshardi va yana ta'zim qildi. Keyin esa shu kitob bilan boshimga ura boshladi. Men shunchaki qimirlay olmasdim. O'nlab zarbalardan so'ng hushimdan ketdim va xuddi tushdagidek tomoshabinlarning qichqirganini eshitdim. Professor ustimga o'tirdi va meni chimchilay boshladi. So'ng g'alaba qozondi. Mayk va Den ringga chiqib, men o'ralashib qolgan junni yecha boshladilar. Ajoyib, dedi Mayk. Shunchaki ajoyib. Men bundan ajoyibroq narsani o'ylab topolmasdim. Jim bo'l, dedi Den. Keyin u menga o'girilib dedi. Ha, bundan yaxshiroq vaziyatni tasavvur qila olmasdik. Professor sizni aqldan ozdirdi. Men javob bermadim. Men o'zimni mutlaqo ahamiyatsiz narsadek his qildim. Hammasi qulab tushdi va men tushungan eng muhim narsa boshqa hech qachon ringga chiqmasligim edi. Shunday qilib bizga qutqaruvchi taksi kerak emas edi va Mayk bilan Den meni Indianapolisga olib ketdi. Yo'lda u meni maqtab, endi yana yutib ko'p pul topasiz deb tinmay gapirardi. U Jennining kvartirasiga yetib kelganida Denga $2000 solingan konvertni uzatdi. O'yin uchun to'lov. Qabul qilmang, dedim men Denga. Nima bo'ldi? Mayk hayron bo'ldi. Eshiting, dedim men. Sizga bir narsani aytishim kerak. Keyin Den aralashdi. U sizga endi jang qilmasligini tushuntirmoqchi. Nima qilmasligini? Hazillashyapsizmi? Mayk hayron qoldi. Biz hazillashmayapmiz, deb javob berdi Den. Yaxshi, nima bo'ldi? So'radi Mayk. Forrest, nima bo'lyapti? Ammo men javob bera olmadim. Yana Den aralashdi. U endi bu haqda gapirmaydi. Yaxshi, dedi Mayk. Men tushunaman. Sizlar yaxshisi uxlang. Ertalab sizga qo'ng'iroq qilaman va biz suhbatga qaytamiz yana. Xo'pmi? Biz mashinadan tushdik. Mayk ketgach men dedim. Bu pulni olmaslik kerak edi. Bilasizmi? Bizda qolgani shu, dedi u. Hammasi g'oyib bo'ldi. Men tushundim. Biz kvartiramizga chiqdik. Jenni u yerda yo'q edi va uning narsalari ham g'oyib bo'lgandi. U bizga faqat bir nechta toza choyshab va sochiq plastinka va kastrulkalar qoldirgandi xolos. Mehmonxonada esa stol ustida bir varaq qog'oz bor edi. Den uni birinchi bo'lib topdi va menga ovoz chiqarib o'qib berdi. Maktubda shunday deyilgandi: Azizim Forrest, men ortiq chiday olmayman. Men senga o'zimni qanday his qilayotganimni tushuntirishga harakat qildim. Lekin sen parvo qilmading. Bu kecha qilmoqchi bo'lganingiz jirkanchlik, shunchaki adolatdan emas. Bundan keyin men sen bilan boshqa yashay olmayman deb qo'rqaman. Balki bu qisman mening aybim. Men sokin hayotni tanlaydigan payt keldi. Men oilam, uyim bo'lishini, yakshanba kunlari cherkovga borishni xohlayman. Forrest, biz bir-birimizni birinchi sinfdan, ya'ni qariyb 30 yildan beri bilamiz va men sening ulg'ayganingni, ko'rkam, kuchli bo'lganingni ko'rganman va men seni chindan ham sevishimni anglaganimda Bostonga kelganingda dunyodagi eng baxtli ayol ekanimga ishongandim. Keyin sen giyoh chekishni boshlading va Pristowndagi o'sha qizlarga o'ralashib qolding. Lekin shundan keyin ham seni yaxshi ko'rardim va Washingtonga o'sha namoyishga kelganingda juda xursand bo'ldim. Keyin ular seni raketaga solib uchirib yubordilar va sen g'oyib bo'lding. Nazarimda
Shu 4 yil ichida men o'zgargandek edim. Endi meni hech qanday yorqin umidlarim qolmadi va men eng oddiy hayotdan ham rozi bo'ladigandek edim. Hammasi joyida edi. Forrest, sen o'zgaribsan. Men hech narsani o'zgartira olmaysan deb o'ylamayman. Chunki sen har doim boshqacha bo'lgansan. Faqat endi biz yaqinlik munosabatlarini to'xtatamiz. Hozir bu xatni yozayotganimdan juda afsusdaman, yig'layapman. Va shunga qaramay, biz ajralishimiz kerak. Iltimos, meni izlama. Senga baxt tilayman, azizim. Xayr. Sevgi bilan, Jenni. Den maktubni menga uzatdi, lekin men uni tushirib yubordim va u yerga tushdi. Men falaj bo'lgandek xonaning o'rtasida turib qoldim. Ehtimol, hayotimda birinchi marta o'zimni butunlay ahmoq kabi his qilish qanday ekanligini angladim.